Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram jamoat, hurmatli mo'min musulmonlar, qadrli ro'zadorlar. Yaratgan Robbimiz Allohga hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Mana Rabbim qul hojidomlarimiz aytganlaridek, taravih namozlarini ilk kunlardan boshlab muftiy hazratlari boshchilik, biz noiblari har kechada diyorimizdagi turli masjidlarga chiqib, siz kabi jamoatlar bilan uchrashib, suhbatlashib turibmiz. Ayni damlarda muftiy hazratlari vodiy viloyatlardalar. Kecha Andijonda, bugun Farg'onada. Inshaalloh nasib etsa ertaga Namanganda bo'ladilar. Bugun Ramazon-i Sharifning 16-kuni, taravihning 17-si. Siz azizlar bilan bu ko'rkam, hamma tomonlama namozxonlar uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan Rakat nomli masjidingizda uchrashib turgan ekanmiz. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Kechagina Ramazon oyi yaqinlashib qoldi. Ramazon ham kelib qoldi deb yuruvdik. Bugun alhamdulillah yarimidan o'tib qo'ydik-a. 16-kunni ham ado qildik. Allohga shukr. Tinch, osoyishta, juda ham bir yengil o'tyapti. Alhamdulillah. Kunlarimiz ham Allohning nusrati bilan bir mo'tadil. Ortiqcha qiyinchilik yo'q. Alloh taolo o'zi ko'mak beryapti hammamizga. Mana shu suhbatlar davomida siz azizlar bilan ba'zi bir zaruriy masalalarni ham suhbatlashyapmiz-da. Bugungi mavzuyimiz, suhbatimizning mavzusi boqimandalik, erinchoqlik, qaramlik illati to'g'risida bo'ladi. Chunki azizlar, Alloh taolo yurtimizga bugun barakani bergan. Alhamdulillah. Harakat qilgan inson, mehnat qilgan banda, ilm yo'ldagilar hamma tomonlama qadrlanmoqdalar, e'zozlanmoqdalar. Kambag'allikdan chiqarish, ijtimoiy himoya agentligi, insonparvarlik, tibbiy ko'mak yordamlar hammasi qilinyapti. Kimlardir bundan to'g'ri va unumli foydalanyaptilar. Lekin afsuslar bilan aytishimiz kerakki, oz bo'lsa-da qaramlilik kayfiyatiga tushib qolganlar ham bor bo'lyapti. Boqimandalik holatiga tushib qolganlar paydo bo'lyapti. Vaholanki muborak dinimiz ta'limotlarida hamma zamonda, hamma makonda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarning yechimi bundan 15 asr oldin ko'rsatib berilgan. Xususan Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnatlari har bir insonni foydali bir mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lishlikka chaqiradi. Insonga berilgan hayot bir lahzasi ham bekorchi bir ishlar bilan foydasiz bir holatda o'tmasin. Aks holda isrof bo'ladi deydi Alloh taolo. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Sadaqallohul azim. Ayting,
ey o'z nafslarini isrof qilgan bandalarimga ayting deb Alloh taolo xitob qiladi-da. Inson nafsini, ya'ni o'zini isrof qilganlar deyapti Alloh taolo. O'zimiz nimadan iboratmiz? Nimadan iboratmiz? Hasan al-Basri degan zot buni ta'riflaganlar. U zot o'zi Madinada tug'ilganlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning xonadonlarida u kishining onalari xizmat qilganlar. Ummu Salama onamiz yoshlari ulug' bo'lib qolgan, keksayib qolganlar. Hasan al-Basri o'sha xonadonda dunyoga kelgan ekanlar. Rasulullohning xonadonlarida. U kishini dunyoga keltirgan onalari bir yumush bilan ko'chaga chiqib ketganlarida Hasan al-Basri go'dak yig'lar ekanlar. Chirqirab. Ummu Salama onamiz qo'llariga olib ovutaman deydilar, ovunmaydilar. Ko'taradilar, o'ynatadilar, tebratadilar, hech ovunmaydilar. Keyin bu bola nima qilsam endi? Onasi ham kela qolmadi-da deb keksa bir yoshdagi onaxon Ummul Mu'minin onamiz ko'kraklarini tutgan ekanlar. Allohning marhamati bilan sut kelgan ekan. Hasan al-Basrining rizqlari bor ekan Ummu Salama onamizda. Rasululloh alayhi salatu vasallamning onalarini o'tganlar. Lekin u kishining ayollari Ummul Mu'minin mo'minlarning onasi Rasulullohning ayollari. Demak, Hasan al-Basri Rasul akram alayhi salatu vasallamning ayollarini emgan emzikli bolalari. Shu zot aytayaptilar. Keyinchalik ular Basraga ko'chib ketishganda, shu uchun Basri deb taxallus berilgan. Shu kishi aytayaptilar. Inson har birimiz kullardan iborat bo'lgan bir mavjudotdir deyaptilar. Marhamat. Necha kirdingiz? Har biringiz necha yoshga kirgan bo'lsangiz, ana shu yoshingizdan iborat bo'lgan bir insonsiz. Yana qancha Alloh nasib etgan bo'lsa umringiz bor, lekin shu yoshga kirgan kuningizga qadar o'sha bo'laklaringiz o'tib bo'ldi. O'tib bo'ldi bo'laklarimiz. Ana shuni Alloh subhanahu va taolo shu umrimizning kunlari, lahzalari, bo'laklari bekorlik bilan o'tsa, hech qanaqa bir foydasiz o'tib ketaversa, inson o'ziga o'zi isrof qilgan bo'lar ekan. O'zining umriga, o'zining vujudiga isrof qilgan bo'lar ekan. Mana bir narsa bo'lsa, yomon bo'lib qolsa, hech kim unga qaramasa, yaroqsiz bo'lib qolsa isrof deymiz-ku. Xuddi shunaqa ekanda. Shuning uchun dinimiz ta'limotlarida aynan bir foydali narsalar bilan mashg'ul bo'lishlikka chaqirilgan. Xususan payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam aytadilarki, ibodat 10 qismdan iboratdir. Undan bir qismi namoz, ro'za, zakot, haj, mana shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, undan 9i bu hayotimiz, muomalatimizga bog'liq ekan. Rasul akram alayhi salatu vassalamning sahobalari bilan turganlarida bir yigit yugurib o'tib ketib qoldi. Baquvvat, ko'rkam, chaqqon, chiniqqan bir yigit. Shunda sahoba ikromlar aytishdiki, "Ya Rasululloh, agar shu yigit bizning safimizda bo'lganda edi, biz bilan birga yurganda edi, biz bilan birgalikda g'azovotlarda ishtirok etganda edi, Allohning savobli bir yo'lda bo'lardi-da", dedilar sahobalar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom aytdilarki, unday demanglar. Agar shu yigit oilamning ta'minotini qilib qo'yay,
ahli ayolim, farzandlarim hech kimga qaram bo'lmasin, muhtoj bo'lmasin deb yelib yurgan bo'lsa, u ham shu savob yo'lda yuribdi dedilar. Agar mana shu yigit ota-onasi hayot bo'lsa-yu, ota-onamning xizmatlarini qilay, ularning ta'minotlarini chiroyli qilib qo'yay deb yelib yurgan bo'lsa tirikchilik yo'lida, bu ham Allohning yo'lida dedilar. Agar mana shu yigit ro'zg'ordan orttirib, ota-onasining xizmatidan orttirib, qo'ni qo'shnilarimga, qavmi qarindoshlarimga bir yordamlashay, ko'maklashay, ularning holdan xabar olay deb yelib yugurib yurgan bo'lsa, bu ham Allohning yo'lida, savob yo'ldadir dedilar. Agar manmanlik qilaman, faxr qilaman, kibr qilaman deb yelib yugurib yurgan bo'lsa, unda u shaytonning yo'lida deb aytgan ekanlar. Ha azizlar, hammamizda ham o'zimizga yarasha bir kasb-korimiz bor. Tirikchiligimiz bor. Mehnat qilishimiz kerak. Rizqimiz oldindan belgilangan. Va ma min dabatin fil ardi illa alallohi rizquha. Yer yuzida harakatlanib yurgan jonzotlar borki, hammasining rizqi Allohning zimmasidadir. Nahnu narzuquhum va iyyakum. Bandalarim, biz oila, farzand, bola chaqangizga ham rizqini beramiz, sizga ham rizqingizni beramiz. Lekin ana shu rizqqa olib boradigan yo'llardan eng yaxshisi Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam aytganlarki, qo'l mehnati, halol tijorat, bir kasb-kor, hunar, ilm. Foydali bir narsalar bilan mashg'ul bo'lib, o'zimizga ham, o'zgalarga ham bir manfaatimiz yetib, shuni orqasidan rizq nasibamizga borishimiz kerak ekanda. Unga olib boradigan yo'llar ko'p ekan, lekin rizqimiz o'sha ekan. Kimlardir noto'g'ri yo'llar bilan, firibgarlik bilan, aytaylik o'sha aldov bilan, poraxo'rlik bilan, tamagirlik bilan ham o'sha yo'lga boradi. Kimlardir yuqorida aytganimizdek, hech narsa qilmay, yalqovlik bilan birovlarning qo'liga qaram bo'lib, boqimanda bo'lib, odamlarga ham yoqmay, baribir o'sha rizqiga boradi. Shunday bo'lgandan keyin siz bilan biz ana shunday bir mehnat, kasb-kor orqali borganimiz yaxshiroq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning huzurlariga bir yigit keldi, navqiron. Ya Rasululloh, biron narsangiz bo'lsa bersangiz, juda qiynalib qoldik dedi. Qarasalar, sog'lom, baquvvat, ishlasa ishlaydigan yigit. Bu yigit dedilar, labbay dedi. Uyingizda biror narsa bormi? Uyimda hech narsa yo'q dedi. Hech narsangiz yo'qmi? Yo bir eski to'shagimiz bor. Shuni kechqurun ustimizda yopib yotamiz, kunduzi tagimizga solib o'tiramiz. Yana nimangiz bor? Yana bir eski suv idishimiz bor. Shu ikkalasini olib keling dedilar. Olib keldi. Sahobalarga aytdilar, kim oladi mana shu narsani? Birlar aytdi, men olaman, 1 dirhamga olaman, mayli dedi. Yana kim sal ko'proq bera oladiganlar bormi dedilar. Shunda yana birlar aytdilarki, mayli, men 2 dirhamga olaman dedilar. Bering dedilar, 2 dirhamga sotdilar. Keyin bu yigitni chaqirdilar. Mana bu 1 dirham uyingizga ro'zg'or qiling. Bozor uchor qilib olib borib bering. Kelingga. Mana bu 1 dirhamga dedilar. Bozorga tushingda bitta oy bolta bilan arqon olib keling, ip olib keling dedilar. Xo'p deb ketdi yigit. Uyga bozor uchor qilib borib berdi. Qolgan 1 dirhamga bitta bolta bilan arqon olib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining muborak qo'llari bilan o'sha boltaga sop yasab berdilar, dasta. Keyin aytdilarki, "Men boltangiz, arqoningiz. 15 kun ko'rinmang.
Boringda o'sha cho'ldan, biyobondan, adirdan o'tin yig'ib keling. O'tin to'plab kelib soting. Tirikchilik qiling. 15 kundan keyin keling dedilar. 15 kundan keyin keldi boyagi yigit. Xursand, ranglari toza, tabassum. Payg'ambar alayhisolatu vassalam huzurlari keldi, salom berdi, alik oldilar. Hol ahvol so'radilar. Ya Rasululloh, to'g'ri aytgan ekansiz. Nima bo'ldi? 15 dirham ishladim. Barakasini bersin dedilar. Mana. Bu nima degani? Qo'lingizdan mehnat keladimi? Ishlay olasizmi? Ishni tanlamang. Qaysi ma'noda? Bu og'ir ish ekan, bu qiyin ish ekan, oyligi kam ekan, barakasini bersin. Halol mehnat qilavering. Halol mehnat qilavering. Bir ustozni ta'limotini aytib qo'yaydi sizlarga. Bu dunyoni o'zi bir kam dunyo. Bir kam dunyo bu. Bunda hammasi mukammal bo'lmaydi. Mana shu odamning kamchiligi yo'q degan odamingizda ham ko'p kamchiligi bor. O'zining ichki hayotida-da yetishmovchiligi bor. Yetishmovchiliksiz hayot jannatda bo'ladi. İnşallah Rabbil alamin. Lekin nimadir ehtiyojingiz, kamomatingiz, xohishingiz bo'lsa, shuna chiqingda bir boqing atrofga. Qarang. Shu mahalladagi xonadonlarga qarang. Ko'p qavatli uylarga qarang. Ko'chadagi mashinalarga qarang. Va Parvardigorga duo qiling. Parvardigorim, shuncha bandalaringni siylab qo'ygansan. Shu bandalaringni siylaydigan zot, men bir ojiz bandangni ham ehtiyojimni ravo qilgin. Shular qatoridan meni ham bir siylagin deb duo qiling. Albatta Parvardigor olam o'zi siylaydi. Faqat harakat, mehnat, intilish. Duo qilaylik. Alloh taolo hammalarimiz harakatimizga baraka bersin. Rizq nasibamizni halol va pokiza tomonidan o'zi yetkazsin. Eng asosiysi umumiy boyligimiz bor. Alhamdulillah yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, tanisihatlik, xotirjamligimiz bor. Alloh ziyoda qilsin shu ne'matlarini. Mana qarang, mana shunday bir ko'rkam masjidlarda shu masjidlarni to'ldirib rohatlanib ibodat qilyapmiz. O'zimizni farzandlarimiz bizga xatmonalar qilib beryaptilar, ha? Ramazon shariflarimiz chiroyli o'tyapti. Allohga shukr. O'zi ziyoda qilsin. Ramazon hayitlariga ham sog' salomat yetkazsin hammalarimizni. Va bu oyda onadan yangi tug'ilgan go'daklarday gunohlardan forig' bo'lib, savoblarimiz ko'payib, bu oyda oladigan yaxshiliklarimiz yil 12 oy bizga hamroh bo'lsin. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Mana bu joyda xizmat qilib o'tib ketgan domlalarimiz bor edilar. Mana bugun farzandlari xizmat qilib turdilar. Abdulloh hoji domlamiz, Alloh rahmat qilsin. Bu yoqda Amonulloh hoji domlamiz bordilar, ustozlar. Usmonxon Ishonbo rahmatli muftiy hazratlari. G'ulom Qodir hoji domlamiz, Chig'atoy darvozadagi imom domlamiz bo'lardilar. Nomlarini biz zikr qilganlarimiz, zikr qilmaganlarimiz hammalarni Alloh rahmatingga olgin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar